Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz Madina Munavvarani juda ham yaxshi ko'ramiz, chunki bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam borlar. Madina Munavvara juda ham go'zal. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam borliklari uchun go'zal, munavvar, muzayyan. Barcha aziz aka uka opa singillarimiz, yaqinlarimiz, kuzatib turgan hamyurtlarimiz barchalarini duoy salomlarini Rasulullohga yetkazdik. Alloh o'zi qabul qilsin. Alloh azza va jalla hammamizni Rasulullohga ham xos, ham mos ummat bo'lishligini Alloh o'zi nasib aylasin. Bizni hammamiz umidimiz bor. Oxirat kunida, qiyomat kunida Rasulullohning shafaatlariga barchalarimizni noil qilsin. Aqalli tushlarimizda bo'lsa-da Rasulullohni ko'rishlikni Alloh barchamizga nasib aylasin. Assalomu alaykum.